Tazliq qilma deb qanchani bosqichga kelib bo'ldinglar qizlar? Mana qiynanam chiqib bo'ldi, at deganda tazliqlarga tutish qilib bo'ldi. Yig'ib qo'ygan majallarni bo'yniga taqab bir qurchaqchaq qilib qo'ydi. Voy men nalardan chiqqanmi qo'ydim ey bularni deydi texe. Taranch kelinning qilgan ishidan buzgan ishi ko'p bo'ldi. Chaqqanchimiz texmi ko'p bo'ldi. Shunda qilib bugun tazliq qilishni boshlab, chinqachlarni chiqib beshimni qoshlab, chiqilganlarni qiynanamga ko'rsatmay talog'i tashlab, moshta qilib bugun tazliqni boshlab ketyapman-da qizlar. Qanday qolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kelim yasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Amma mening ballalarim qishdan chiqqicha buni ochgan uyni momisning ichib butun hamma narsani talog'a chiqib tozalamasak bo'lmag'dak darajada qilyapti-da. Shunlashqa uydagi hamma narsani talog'a chiqib tashlab, uningdan qaytadan tozalab, uningdan yana uyga kirib yana qatlab qo'yib, mushundaq ishlarni qilib, isqib tikib sökib ishlarni jiqqidib qilib ketamiz bugun. Qaynonamning kasbi mashinchi bo'lganligi uchun mashinchilik qilgan materiallari xelal bor, ustallari deydi. Nas keraklar bo'lib, mo'yini xelaljiq egallaydi-da. Shunlashqa bo'yini tozalashga saljiq vaqt ketib qoldi. O'ldirmay o'tirib, gensangwan qilib turib, ko'msanglar zerikib qolasizlarmi deb ansira qilyapman qizlardan. Hamsi meni yaxshi ko'radigan qizlar bir tajribalarini berib o'tib, voy miyaslar sizni yaxshi ko'ramiz yoki yaxshi ko'rmaymiz, siz sat yoki siz chiroyli deganda gap so'zlaringlarni yezib o'tib, baho so'zlaringlarni. Onandagi mavluqni ko'rgach, o'tiringlar jumojinim qizlar. Voy meni g'oljining ovozi o'rimchiga yetib qoldimi? O'rimchida qayg'ib turib, o'rimchidagi do'stlar o'zinglarning muzlig'ini olsa, bavarayni g'oljiga avat o'tib qoldinglarmi? Sizlarning so'qinglar biz yomon uchrab ketib ammo g'oljida muzlab, titrab, g'olildab shunchilikimi so'q bo'latdi. O'zivallar biz muzlamay titraymiz deb titrab turib toza qilyapmiz, toza degani mana. Ma uy o'zimizning oshxona bo'lg'achqa, ammo qizlar gudikapim ajoyib jiqga, qolayim qanchaliqmi jiqga bir tarafdan tozalab, bir tarafdan ratlab bo'lmasa tugamaydi-ku. Bu ish deganim rostla tugamadi bugun. Mono chinqachlarning hammasini juysiz deydi. Endi men chatoqchi kelin bo'lgandan keyin bunchalar chinqachaning ichida bir ashikta chiqilish normal ahvolda, endi to'lagandan keyin baribir men. Qaynonamning buni aynak jozirni oram etyapman-da, yurak degan suv tarang'ida chiqib o'tib qolamanmi deb. Cho'ng uy degan mashta bo'lamda, nima degan jiq chinqach, ey bu bar yo'qmiz bu 7-8 bar bu uyda. Voy bir sho'dining adimi patqiraq chinqach ekan qo'y bizning uyda. Jivatma, tugimaydi. Akirvatma, tugimaydi. Endi mushu har yil Yit bayram kelganda mushtaq o'yratigan vaqtlarda 5-6 kunini bayram qilib o'tib qolaman-da qaynonamning chaqqa-chaq qitlab. Har holda bu yil jug'ichi ancha chaqmidi chinqachlarni deb o'zim mag'rurlanib ketib qoldim qizlar. Jug'ichi chaqmagan bilan tizg'ichi chiqib qoldim qizlar, mana darang'ida qilib edi. Oatli Hashmat qaynonam ko'rqamsin chaqqan yig'ishtirayda bola quloq yig'ishtirmaydi. Ispat to'pladim-da, machin-qachinin rangi qarta. Manda rangli chindan ichki kuchni kirib qo'ymasam, chaqqanimni qaynonam bil qoladi bo'lmasa, masirkaylarni o'z qo'li bilan sanaydi. Chunki har yil Yit bayram kelganda ichki sirkoyasini o'rilib qoladi bu qaynonam. Qizlar, sizlarimiz uy tozalash jarayonlarida eng o'z ko'rganinglar deriz etishmi? Voyjon deb aytganki, vallahi bir ichilsa, burun bir derizlarimiz bo'lgan kichik vaqtlarimizda opalarimiz aytadiganimiz u yoqdan bu yoqni ko'gin oldigan. G'oljining olaydi rangli ko'klar sirilib o'tadigan uning qirlarini mono oq derizlar nerdan chiqdi? Ichiga bir kirtosh bo'lib faqat bir ichilmaydigan derizlarga. Endi buni qaynonam teleskopga qarab elili qayga ichilmabdi, meya ichilmabdi deydi-da menga. Shunda qilib o'yining ishlarini xili tugatdim, to'g'risini aytdim, jojini aytdim, chinqachini akirdim, deriz aytdim, bo'la ishlarni aytib bo'pti meras. Bo'la endi yana bir yala qilqamagan qizlar sizlar berib beringlarmi? Chiroq qilib qoldi demanglar. Men bir chatoqchi kelin, 10 ta chiroqlarni birdan o'chirib vayronlik qilib o'tib qolaman. Chiroq to'laydigan madarim yo'q, mayma kunda sirkay to'laydigan madarim bo'lgan bilan jinim ballar, muloyim qiyni singlim assununi deb qo'yib qo'ydim. Tamaq atgan uylarni bo'ldi iç bipli o'timiz jinim ballar biz degan. Mana tamaq atgan uyning to'g'risidan tatib har bir tam har bir bulum chiqaqlig'i qo'limizda aytyapmizda. Hep bizning uyga kelamdi deyman. Uy kelin pochchalasizlarni muqatqal so'rayman, qaysi bosqichda yurayotgansizlar jinim ballar. Mushta dasmalarni tutulib, ma'uzash narlarni to'palayotgansizlar, etib tozalab jinim ballar. Yo'q, tozalab bo'lib belinglarni tutib yotdinglarmi ya? Ona kichik oshxonamizning uydagi palosni almashtirmasak bo'lmaydigan yoki qapti tashlab o'taylik bo'ldi deb mushta qo'yib tuduq bebak mayna to'kib qapti bu jusaqni ichilmaydi. Mayjuqi debchi. Uy tozlayman deb ishtallarimning ig'i sanglab qolibdi qo'y.
Men dedim o ballar bek astaydılık gidip kalsam çatak çıkır koyman ben. Adet işladın dep. Şunda astaydılık ile iştalarımın ayağını sangıltıp kep boşu. Deyrezlerinin hem yerini etip, retlep, tozlap kılıp atattım. Darangıdılık kıp kaldı bir nes karanglar. Neme kedisem bunu kıynanamның lorkusu oturup öptü be. Kılgan işimden buzgan işim cık boldu. Ziyan kıynanamga iğir oldu. Şonda qılıp bu tazıqlan tek tügdemey qaldık. Cinim ballar ma uysal qol tutup qaldı. Kilaki filmde yollayımı qağını ne?